jazoni ijro etish koloniyalarida jazo muddati o'tayotgan shaxslarni jazo muddati tugamasdan oldin ham jazodan ozod qilish mumkinmi? Albatta mumkin. Jazoni ijro etish koloniyalarida jazo o'tayotgan mahkumlar sud tomonidan tayinlangan jazoni 3dan 1, 4dan 1 yoki yarmini o'taganlardan so'ng ularni jazo o'tash tartiblarini yengillashtirish, ya'ni xalq tilida ochiq kolonkaga chiqarish yoki jazoni boshqa yengilroq bilan almashtirish tartibi qonunda belgilangan. Bunda mahkumlarga qanday holatlar to'sqinlik qilishi mumkin? Ya'ni jinoyat ishi doirasida moddiy zararni to'liq qoplamaganligi, koloniya ichki tartib qoidalariga rioya etmasdan intizoman jazoga tortilganligi yoki shaxsning mehnatga yaroqsizlik to'g'risidagi tibbiy xulosa yoki nogironligining mavjudligi hamda asosan narkotika bilan bog'liq ishlarda qo'shimcha ravishda tibbiy ustundagi davolash ishlarini to'liq o'tamaganligi to'sqinlik qilishi mumkin.